Sizlar onam uchun mashhur. Onam yoshligimizda judayam ko'p mashg'ulot qilardilar. Paytda o'rtoqlari bilan gapirmashardi. To'yga unaqa hozirgi o'xshab hamma xil salatlar tortilmasdi. Aksi mana mashg'ulot keyin vinegret makkasi shunaqa qilib tortilar. Bugun o'tirib shu salatdan yegilar ketdi. Şimdi ertaga hafif qo'yaman, ertaga olib boraman. Bu salat maktabida qisqa bo'ladi, non bilan yeyiladi. Bolgarskiy shunaqa qo'rib. Siz ham bilasizlar, buni men ikkita pomidor so'kka qo'ydim. Men chesnochniy maslo и zелень. Hozir buni ustiga solib, aralashtirib, ertaga chop qo'yaman, ozgina tuz solib. Mazali bo'ladi juda ham. Qizlar mana qilib oldim. Bitta ikkita kichkina piyozim bor. Shuni to'rga bo'lib ham sal chala qovurib oldim buni ham. Solib qo'ydim buxanka noni bilan. Rossiya ishli bo'ladi. Onam o'zi opam Rossiya bolgarskiy yaxshi ko'radilar. Golubtsi bilan bolgarskiy joni dillar. Shunaqa bo'laman ertaga.